Maxfiy va yashirin ishlar. Latif zot albatta barcha narsadan xabardor, bilguvchi zot ham bo'lishi lozim. Bandasiga sezdirmasdan noz-ne'matlar in'om etadigan, uni yomonliklardan saqlab hidoyatga yo'llab turadigan zot bularning yashirin o'rinlari va nozik sir asrorlaridan albatta xabardor bo'ladi-da. Latif zot bundan tashqari xoliq, yaratguvchi ham bo'ladi. Zero komil lutf, marhamat ko'p hollarda yo'qdan bor etishni, yashirin sabablarni ijod etishni taqozo qiladi. Demak, Alloh taoloning ism-sifatlari bir-biriga ishora qilar va bir-birini taqozo etar ekan, Alloh taolo aytadi: Axir yaratgan zot o'zi yaratgan narsalarini bilmaydimi? U latif va xabir, ya'ni xabardor zotdir. Mulk surasi 14-oyat. Qanday qilib bilmasin, axir uning ilmi noz-ne'matlari va ihsonlarini bandasiga maxfiy qilib, nozik va go'zal tarzda yetkazib turadigan darajada yuksak bo'lsa. Bildirmay ne'mat berayotgan, sezdirmay hidoyat qilayotgan va ko'rsatmay balo-qazolardan saqlab turgan zot o'zi qilayotgan bu lutf marhamatlarni bilmasligi mumkinmi? Shayx Saadiy mazkur oyat karima tafsirida aytadi: U zot latifdir, ogohdir, ya'ni ilmi sir va maxfiy bo'lgan narsalarni qamrab olgan, yashirin va qorong'i ishlarni ihota qilgan zotdir. Bashariyat tarixidagi eng buyuk ro'yolardan biri shubhasiz Yusuf alayhissalomning tushlaridir. Yusuf bu tushni ko'rganida uning o'ngidan kelishiga dalolat qiladigan hech qanday asos yo'q. Aksincha, barcha alomatlar uning imkonsizligiga ishora qilar edi. Men shunda 11 ta yulduz, quyosh va oyning menga sajda qilayotgan hollarida ko'rdim. Yusuf surasi 4-oyat. Bu tushning ta'biri bo'yicha ota-onasi va 11 ta aka-ukasi uni ulug'lab ta'zim qilishlari kerak edi. Biroq bunday bo'lishiga bashorat beruvchi hech bir asos yo'q edi. Otasi yoshi ulug', qadri baland, hurmatli payg'ambar edi. Katta-kichikka, payg'ambar oddiy odamga ota o'z o'g'liga ta'zim qilishi urf-odatga to'g'ri kelmas. Uni o'lgudek yomon ko'radigan, o'ldirmoqchi bo'lgan kimsasiz sahroga aldab olib borib, u yerdagi bir quduqqa tashlab yuborgan akalari bir kun kelib unga ta'zim etishlariga aql bovar qilmas edi. So'ng hayoti alg'ov-dalg'ov bo'lib quduqqa tashlandi. Bozorda sotiladigan matohga, undan keyin Misr hokimi uyida qulga aylandi. Asli imkonsizdek bo'lib turgan tushning ro'yobi yanada ehtimoldan uzoqlashdi. Yusuf alayhissalomning boshidagi ko'rgiliklarning oxiri ko'rinay demasdi. Endi quruq tuhmat qurboni bo'lib, saroydagi xizmatchi qul maqomidan zindondagi mahbus qul maqomiga o'tdi. Bu bilan tushning ro'yobga chiqishi birato'la imkonsizga aylandi. Axir zindonda yotgan qulga kim ham ta'zim qilardi? Lekin Alloh bor. Latif zot taqdirlarni o'zgartirib, hech kim o'ylamagan sabablar bilan uni zindondan ozodlikka chiqaradi va yuqori bir lavozimga o'tirg'izib qo'yadi. Keyin Misr va atrof javonibdagi o'lkalarga qahatchilik tushiradi va kunlar o'tib Yusuf alayhissalomning akalari uning huzuriga och, muhtoj holda yordam so'rab keladilar. Shunday qilib, latif zot taqdir charxpalagini aylantira qadim tushni o'ngidan keltiradi. Yusuf alayhissalom ota-onasi va aka-ukalarining ta'zimlarini ko'rib hayratga tushib dedi: Mana shu ko'p yil ilgari ko'rgan tushimning ta'biridir. Robbim uni rost qildi. Yusuf surasi 100-oyat. Haqiqatdan, agar Robbisining irodasi bo'lmaganida edi, bu tushning rost chiqishi amri mahol edi. Darhaqiqat, u menga yaxshilik qildi. Meni zindondan chiqardi. Shayton men bilan akalarim orasini buzib ig'vo qilganidan keyin mana sizlarni sahrodan, ya'ni Misrga sog'-salomat holingizda keltirdi. Yusuf surasi 100-oyat. Bu oyat orqali butun voqealar rivojini boshqarib turgan latif zotning lutfi marhamati muxtasar tarzda ifoda qilinib, so'ng hikoyaga oxiriga nuqta qo'yiladi. Albatta, Robbim o'zi xohlagan narsani lutf bilan amalga oshiruvchidir. Yusuf surasi 100-oyat. Ha, u zot bir narsani iroda aylasa, uning sabablarini bandasiga sezdirmay nihoyatda lutf va maxfiylik bilan muhayyo qilib qo'yadi. Qarabsizki, odatda amrimahol bo'lib tuyulgan ishlar ham amalga oshib turibdi. Uzoqlashgan orzular. Yer yuzi suvsizlanib sarg'ayib, misoli bir qaqragan cho'lga aylansa-yu, so'ng osmonda qop-qora bulut to'planib, chaqmoq chaqib, momaqaldiroq bo'lib yomg'ir quysa,
qurib qaqshab yotgan yerga jon kirib yam-yashil maysazorga aylansa, buni ko'rib hargiz bu oddiy bir tabiiy jarayon-da deya ko'rmang. Alloh osmondan suv, ya'ni yomg'ir yog'dirgach, yerning yam-yashil bo'lishini ko'rmadingizmi? Darhaqiqat Alloh lutfli va xabardor zotdir. Haj surasi 63-oyat. Orzularingiz sizdan qancha uzoqlashmasin, ularning ushalishi sarobdek ko'ringanda ham siz baribir noumid bo'lmang. Latif zot istasa bir kun baxt qushi boshingizga qo'nib orzularingiz ro'yobga chiqadi. Luqmon yana dedi: Ey o'g'ilcham, shubha yo'qki, agar xantal, ya'ni o'simligining urug'idek yaxshi yoki yomon amal qilinadigan bo'lsa, bas u amal biror xarsang tosh ichida yo osmonlarda yoki yer ostida bo'lsa, o'shani ham Alloh keltirur. Zero Alloh lutfli va ogoh zotdir. Luqmon surasi 16-oyat. Hargiz umidsiz bo'lmang, Robbingiz o'zi xohlagan bandasiga latifdir. Xantal urug'i to'g'risida bir o'ylab ko'ring. U shunchalik maydaki, unga yaxshilab tikilib qaramasangiz ko'rmay ham qolasiz. Uni qo'lga olib kaftingizga bir qiyoslab ko'ring. Naqadar mitti. Endi uni masalan xonangizga taqqoslab boqing. Kaftingizdan tushib ketsa, bir xona ichidan uni qidirib topa olasizmi? Albatta yo'q. Endi butun boshli bir uyga, so'ng mahallaga, shahringizga, davlatingizga, ulkan qit'alarga va nihoyat butun yer yuzi va bepoyon osmonlarga solishtirib ko'ring. Va ishoningki, agar Alloh istasa, bularning hammasini ichidan bu mitti urug'ni muhayyo qilib keltiradi. Albatta Alloh latif, ishlarni sezdirmay amalga oshiruvchi va ogoh zotdir. Shunday buyuk koinot qa'ridan bir xardal urug'ini topib keltirishga qodir zot o'z lutfi bilan sizga ushalmas bo'lib ko'ringan orzularingizni muhayyo etishga qodir bo'lmaydimi? Albatta qodir. Qasamki qodir. 1000 marta qodir. Urdunning Mu'ta universitetida tahsil oladigan bir tanishim universitetga borish uchun Saudiyaning Tabuk shahridan yo'lga chiqadi. 100 chaqirim chamasi masofani bosib chegaraga yetib kelganida ne ko'z bilan ko'rsinki, pasportini uyda unutib qoldirgan bo'ladi. Ertasi kuni tongda universitetda muhim ma'ruzalar o'tkazilishi rejalashtirilgan bo'lib, ularga albatta qatnashishi zarur edi. Ko'ngli xira bo'ldi, kayfiyati buzildi, lekin nachora uyga qaytib ketishga majbur bo'ldi. Ertasi kuni xabarlarda Mu'ta universitetida tartibsizlik chiqib, janjalda bir qancha talabalar jarohatlangani to'g'risida o'qib oldi. Latif zot unga ziyon yetmasin deb ehtimol jarohatlanib shifoxonaga tushmasligi uchun yoki ko'rganlaridan cho'chib ancha joyga borib qolgan o'qishlari chala qolib ketmasligi uchun mehribonlik qilib pasportini unuttirib qo'ygan edi. Latif zotning lutflarini kuzating. Hech shubhasiz ularning ketma-ketligi har taqdirda bir lutfi, har lahzada bir marhamati borligining guvohi bo'lasiz. Oxirgi lahzadagi lutf. Ko'p boshingizdan o'tgan chiqar. Nimanidir qidirib bolalar xonasiga kirsangiz, chaqalog'ingiz karavotdan yiqilishga bir bahya qolgan bo'ladi. Jildirib qo'yasiz. Hech o'ylab ko'rganmisiz, nima uchun xonaga aynan shu vaqtda kirdingiz? Suvsab oshxonaga kirasiz va muzlatgichning rozetkasidan tutun chiqayotganiga ko'zingiz tushadi. Uni oxirgi lahzada to'qdan sug'urib qolishga ulgurasiz va o't chiqishini oldini olib qolasiz. O'zingizga o'zingiz hech savol berib ko'rganmisiz? Nega aynan shu lahzada kirib qoldim? Nima uchun 5 daqiqa kech emas? Ehtimol sizning hayotingizda bu hodisalarning aynisi ro'y bermagandir, lekin shu singari hodisalarga ko'p duch kelganingiz aniq. Faqat ozroq e'tiborli bo'lsangiz bas. Latif zotning lutfi hayotingizning har bosqichiga qorishib ketganiga o'zingiz iqror bo'lasiz. Mana aziz o'quvchim, Alloh taoloning yana bir buyuk ismi ma'nolariga sayohatimiz yakuniga yetib qoldi. Aytganlarimiz latif ismi ma'nolari dengizidan bir tomchi. Qolganlarini o'z tafakkuringiz va ahli ilmlarning bu haqidagi katta kitoblariga havola qilamiz. Ushbu maroqli sayohatimizdan so'ng aytingchi, mana shunday latif zot sevilishga haqli emasmi? Uning lutfi marhamatlari to'g'risida tafakkur yuritishingizga, dil va tilingiz bilan uni ko'proq zikr qilishingizga va qalbingizda unga bo'lgan qo'rquv va umidni yanada ziyoda qilishingizga loyiq emasmi? Keling bir necha kun bu ism bilan hayot kechiraylik. U bilan duo qilaylik. Lutflarini mushohada etaylik hamda nozik va yashirin hidoyatlarini ilg'aganda ko'zimizdan yoshlar oqizaylik.
Keling, xushu bilan duoga qo'l ochaylik. Ey lutfi maxfiy zot, qo'rquvlarimizdan bizga omonlik ber. Allohim, ey latif zot, biz qullaringga o'zing lutf ayla. Ustimizdan lutfu marhamatlaringni yog'dirib, nafslarimizning egriligidan asragin. Qalblarimizni hidoyatda bardavom ayla. Hayotimizni o'zing go'zal qilgin, yo Robbim. Amin.